Qur'onda Alloh payg'ambarlar dushmanlari haqida gapirar ekan, aytadiki, hamma payg'ambarga dushman qilib berganmiz ins va jinlar shaytonlaridan iborat deydi. Birinchi mana bu yerda ins zikr qilyapti. Mana bundan chiqadiki, demoqchiman. Haqqa kurashishda ins jindan o'tib ketadi. Dinga shaytonlardan ko'ra insonlar ko'p zarar beradi. Buni tasdig'ini voqelikka qarasangiz ham ko'rasiz. Tavrot, Injil o'zgartirilganda shaytonlar o'zgartirdi buni. Ins Yahyo alayhisalomni, Zakariya alayhisalomni shaytonlar o'ldirib ketdimi? Yo'q, ins o'ldirdi. Ibrohim alayhisalomni shaytonlar olovga otdimi? Yo'q, ins olovga otdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shaytonlar quvib chiqardimi Makkadan? Yo'q, ins quvib chiqardi. Hozirgi zamonda ham biz uyimizdan yarim kechasi shaytonlar bosib olib ketyaptimi? Yo'q, shayton bossa oson, auzubillahi minash shaytonir rojim deymiz, oyatul kursini o'qiymiz, qochib ketadi. Lekin mana eshigimizdan bosib kelayotgan shayton oyatul kursiga auzubillahi minash shaytonir rojimga qarab o'tirmaydi. Muallim soniga kurashayotganlar bugun shaytonlarmi? Jinlar ya'ni. Yo'q, inslar bular. Telefonlarni kuzatayotganlar bular jin shaytonlarmi? Yo'q, ins shaytonlari bular. Ana shuning uchun aytayapmizki, haligi o'rmonga bolta kirgan paytda aytiladi-ku. O'rmon daraxtlar qarab aytibdi, qaranglarchi sopi nimadan uni? Qarashsa sopi o'sha daraxtlarning o'zidan ekan. Keyin aytgan ekan, daraxtlar sopi o'zimizdan ekan, endi bu qiyin degan. Qarashsa sopi o'sha daraxtlarning keyin aytgan ekan, daraxtlar sopi o'zimizdan ekan, endi bu qiyin. Keyingi oyatga o'tamiz. Ya'ni Qur'on haqida bu oyat. 88-oyat. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayting, agar ins va jin jamlansalar, bu Qur'onni mislidakasini keltirishlikka uni mislini keltira olmaydilar. Agar ular ba'zilariga zohir yordamchi bo'lsalar ham deydi. Ya'ni aynan shu Qur'onni qadrlamayotgan, uni nazar pisand qilmasdan, ha xohlasak biz ham uni qila olamiz deyotgan odamlarga tanbeh berilyapti. Qilib ko'rchi. Shunaqa odamlar bo'lganda, odamzotda shunaqa narsa bor o'zi. Bir narsaga yeta olmasa, uni ayblaydi-da, men qilsam zo'rini qilardim deb oladi. Masalan, Alloh Anfal surasining 31-oyatida aytadi, qarang. Kofirlar so'zlarini, "Law nasha'u laqulna misla haza." Ular aytishardi, biz xohlasak biz ham buni mislidagini ayta olamiz deb. Mana shu odamzotdagi kibr illati. Bir narsani o'zi qila olmaydi. Endi hasad kibrdan unga ergashmaydi-da, men qilsam bundan zo'rini qilaman deb oladi. Yoki men buni qila olaman deb oladi. Ana shu odamlarga Alloh aytayapti, qilib ko'rchi unda. Sen emas, butun insoniyat to'planinglar. Butun insoniyat emas, jin bilan ham qo'shib yordamga chaqiringlar jinlarni ham. Hammang birgalashib urinib ko'rchi shu Qur'onni mislini olib kelishga, olib kela olasanmi? Shuning uchun ham vad'u man istata'tu min dunillah deydi yana bir oyatda. Allohdan boshqa qodir bo'lgan odaminglarni chaqiringlar bu narsaga. Ya'ni masalan bir kitobda yozilganda muqovasida qarasangiz, kitob mualliflari, tahrirchilar, yozuvchilar, kitob dizaynerlari, muallifi va hokazo bir qancha qator odamlarning ismini yozib qo'ygan bo'ladi-ku. Yoki kitobning oxirida qarasangiz foydalanilgan manbalar deb yozib qo'ygan bo'ladi. Kitob yozish oson narsa emas. Kitob umrida yozib ko'rmagan johil ahmoqlargina kitob yozishni ishmas deb o'ylaydi. Hozir tuvayli ilmchilar ichida shunaqa odamlarni uchratyapmiz-da. Tuvayli ilm degani ilmiy tolibchalar ya'ni. Masalan, bir olimlar yuzlab kitob yozib ketgan, shuni oyoq ustida ko'rsatib nima deyapti? Men hozir o'tirib gapirgan gaplarimni kitob qilinsa, mening ham 1000 ta kitobim bo'ladi, deyapti. Inson gapirish oson, yozish oson emas. Shu odamlar o'zi qarang, o'tirib bir 5 varaq kitob yozib ko'rmagan bo'ladi. Kitob yozish oson ish emas. U ko'pchilik to'planadi uni ustida. Bitta odamga juda ham qiyin u. Qancha odam ishlaydi bitta kitobni tahrir qilish ustida? Quruq gaplar kitobga aylanib qolavermaydi. Aytmoqchimanki, inson bir narsaga yeta olmasa, o'zi mana shunaqa der ekan. Men qilsam zo'rini qilaman, men qilsam undan qo'rardim. Bu mushriklardagi odat, tushuntiring. Qarang qalbingizda shirkdan bir nasiba yo'qmi? Ana shu oyat Anfal surasining 31-oyatida Nazr ibn Haris haqida tushgan deyilgan. Law nasha'u laqulna misla haza. Ha, biz xohlasak biz ham gapira olamiz bunaqa Qur'onni. Bundan zo'rini ham gapira olamiz deb mushrik Nazr ibn Haris gapirgan. O'zini ilmli deb o'ylagan mushriklardan u. Yozuvchi mushriklardan bo'lgan ya'ni. Maqsad aytmoqchimanki, Alloh chaqiryapti mana insu jinni jamlaninglar hamming deb. Va nafaqat insu jin, Allohdan boshqa hammani chaqir deb. Vad'u man istata'tu min dunillah. Ana shunaqangi Qur'onni keltiringlarchi degan. Hech kim keltira olmadi. Qarang, Alloh chaqiryapti. Hamma unga qarshi kurashadiganlar bu chaqiriqqa javob qilgisi keladi albatta. Ya'ni mana men keltirdim deb chiqib mot qilib qo'ygisi keladi. Lekin keltira olmayapti. Mana shu dalil emasmi bu kitobning o'zi mo'jizaligiga? Chaqirganda raqib qarab turmaydi. Qur'onga
Allohga va rasuliga raqiblar nimaga qarab turibdi? Keltira olmasdan. Demak, qo'ldan kelmaydi degan. Chaqirganda raqib qarab turmasligiga bitta misol keltiraman sizga. Aslida endi bu narsa bizga ibrat emas, ya'ni ularning hayoti kofirlardagi misol. G'arbda bir kofir, hammaga mashhur milliarder kofir. Bilamiz, elektromobillar ishlab chiqaryapti. Shu paytda u raqibiga, Xitoyga ana shunaqa chaqiriq yo'lladi. Qani meni mana shunaqa elektromobilimdagi ishlab chiqaringlarchi dedi. Chiqara olmaysizlar dedi. Ana shu raqibni chaqirish degani. Tabiiyki raqib chaqiriqqa sukut qilib turmaydi. Va u sukut qilib turishlikni ojizlik deb biladi. Shuning uchun Xitoy ishga kirishdi. G'arbga raqobat qilib elektromobil ishlab chiqishlikka. Va haqiqatan unikiday qilib elektromobil ishlab chiqardi. Mayli endi qay darajada unga o'xshaydi, o'xshamaydi bilmaymiz, lekin ishlab chiqaryapti Xitoy elektromobillar. Qizig'i, senga hozir ko'zingga ko'rsataman degandek qilib Xitoy nima qildi? Elektromobil ishlab chiqardida, o'sha elektromobilning yonida bitta odamni qo'yib qo'ydi. U odamning shaklini qarasangiz, G'arbda Xitoyga ana shunaqa tahdid qilgan odamning o'zi ekan. Bu bilan nima demoqchi bo'ldi Xitoy? Istasak seni unaqangi chiqargan elektromobilingni ham ishlab chiqaramiz. Istasak seni o'zingni ham yasata olamiz degan ma'noda javob berib qo'ydi. Faqat yasab chiqqan mashinangni o'zingni ham kerak bo'lsa ishlab chiqaramiz degan deb qo'ydi. Endi bundan nima demoqchiman? Ular o'z yo'liga dunyosi uchun mashina bir-biri bilan raqobat qiladi. Aytmoqchimanki, raqibini javobiga sukut qilmaydi hech qachon. Ya'ni chaqirig'iga. Albatta javob qilaman deydi. Siz ayting, Qur'on sunnatga mana shuncha yildan beri insoniyat raqiblik qilib kelyapti. Jinlar raqiblik qilib kelyapti. Dushmanlik qilib. Qani javob qila olgan? Javob qila olmayotgani ojiz degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalari shuning uchun Qur'on deyilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, hamma payg'ambarga shunday mo'jizalar berilganki, uni mislida odamlar iymon keltirish kerak. Ya'ni odamlarni mot qilib qo'yadigan mo'jizalar berilgan hamma payg'ambarlarga. Va menga berilgan mo'jiza esa bu Qur'on bo'ldi. Va men bu bilan odamlarda, o'sha payg'ambarlarda odamlari eng ko'p, atbolari eng ko'p bo'lishini umid qilaman deganlar. Chunki masalan Solih alayhisalom tuya mo'jizasini ko'rsatganlar, kofirlar mot bo'lgan. Musa alayhisalom ilon mo'jizasini ko'rsatganlar, asolari ilonga aylanib, kofirlar mot bo'lgan. Bu o'sha zamonda tugab bitib ketdi mo'jiza. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga berilgan bu mo'jiza Qur'on bo'lsa, qiyomatgacha davom etadi. Qiyomatgacha odamzod uni mislini keltira olmaydi. Ana shuncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men odamlarni, payg'ambarlarni, odamlari eng ko'pi bo'lishligiga umid qilaman deganlar. Chunki ular bir zamonga, bir makonga qaytlandi mo'jizasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalari bo'lsa, qiyomatgacha hamma zamon va makonda davom etaveradi. Hech kim bunaqangi Qur'onning mislini keltira olmaydi. Endi oyatda qarasak, la inijtama'atil insu wal jin deganda birinchi ins, keyin jin keldi. Inson bilan jinlar to'planish Qur'onning mislini keltiraman desam keltira olmaydi dedi. Ba'zi oyatlarda qarasak, birinchi jin, keyin ins keladi. Masalan, ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. Ey jinlar va insonlar jamoatlari, agar osmonlar va yer qutublaridan chiqib ketishga qodir bo'lsanglar, chiqib ketinglar qani deydi. Mana bu oyatga e'tibor bering. Birinchi jin, keyin ins kelyapti. Savol: nima uchun bu Isro surasida birinchi ins, keyin jin? Hozir o'qigan oyatimiz Rahmon surasidagi oyatda bo'lsa, birinchi jin, keyin ins kelyapti. Qur'onda taqdim, ta'xir, ya'ni oldinga, orqaga o'tkazilish bejizga bo'lmaydi. Albatta uni hikmati bo'ladi. Buni tushunishimiz uchun shu ikki oyatni ham qaysi mavzuda kelayotganligiga qarashimiz kerak. Isro surasidagi oyat qaysi mavzuda kelyapti? Ilmiy bahsda kelyapti. Ya'ni Qur'on ilmi haqida ketyapti gap. Qur'onga o'xshagan shunaqangi ilm manbasini keltiringlar deyilyapti. Rahmon surasidagi narsaga qarasak, ey jinlar va insonlar jamoati, osmon va yer qutublaridan chiqib ketishga qodir bo'lsanglar chiqib ketinglar deyilganda, bu yerda qudrat haqida gap ketyapti, kuch haqida. Osmon yerdan chiqib ketish kuchga bog'liq-ku. Energiya ya'ni. Endi savol yana. Ilmiy sohada ins kuchlimi, jinmi? Ilmiy sohada ins kuchli jindan. Dalil bu narsaga allama adamal asma'a kullaha. Alloh azza va aytgan, odamga barcha narsalarning ismini o'rgatdik degan. Iblisga o'rgatdik demaganda. Hatto malaikalar bilmay qoldi Odam alayhisolamga o'rgatilgan ilmlarda. La ilma lana illa ma 'allamtana deydi malaikalar. Sen bergan ilmdan boshqa ilm yo'q bizda. Demak, ilmiy sohada ins kuchli jindan. Ammo qudrat sohasida bo'lsa, kuch sohasida jin insdan kuchli. Shuning uchun jinlar o'zidan o'zi hech qanday raketasiz ham osmonga ucha oladi. Juda tez harakatlanadi. Inson samolyot bilan yoki raketa bilan bunaqa harakatlarni qila oladi. Ilmiy suratda qila oladi. O'zining kuchi bilan emas. Inson kuch jihatidan zaif. Xuliqal insanu daifa degan Alloh. Inson zaif ya'ni. Ammo ilm bilan shu narsalarga erisha oladi. Boshqa narsalardagi kuch. Fe'lli kuchini ilm bilan qiladi. Qushni uchishligini ilm bilan qiladi. Jin shaytonlarning osmonlarga ko'tarilishligini ham inson ilm bilan qiladi. Endi shuning uchun aytmoqchimanki,
Qur'onda agar ins oldinga o'tkazilingan bo'lsa, jindan ilmiy sohada gap ketayotgan bo'ladi yerda. Mana Isro surasining oyatiga o'xshash. Agar jin oldinga o'tkazilgan bo'lsa insdan, bu yerda kuch haqida gap ketayotgan bo'ladi. Mana hozir o'qigan o'sha Rahmon surasidagi oyatimizga o'xshab. Osmondan chiqib ketish, yerdan chiqib ketish bunga kuch kerak. Ana shuning uchun u yerda jin birinchi o'rinda, keyin ins gapirildi. Bu yoqda bo'lsa birinchi ins, keyin jin gapirilyapti. Endi yana bir narsa qarang. Foyda ketdan foyda chiqaveradi mana shunday. Qur'onda Alloh payg'ambarlar dushmanlari haqida gapirar ekan, aytadiki: "Ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin." Hamma payg'ambarga dushman qilib berganmiz ins va jinlar shaytonlaridan iborat deydi. Birinchi mana bu yerda ins zikr qilyapti. Mana bundan chiqadiki demoqchiman. Haqqa kurashishda ins jindan o'tib ketadi, shaytondan ya'ni. Shuning uchun o'zimizda bir gap bor. Shaytonga dars berar insondir deyishadi. Bu ba'zan to'g'ri. Chunki Alloh Qur'onda shayton haqida aytadi: "Inna kayda shaytoni kana da'ifa." Albatta shaytonning makri zaifdir deydi. Nayrangga qarang. Endi insonlar haqida nima degan makridan? Va qad makaru makrahum va indallohi makruhum va in kana makruhum litazula minhu aljibal. Ular shunday makrlar qildilarki, hamma makri Allohning huzurida, ya'ni qudratdan chiqib ketmaydi, ularga katta baho berib yuborish emas bu. Lekin makridan ularni tog'lar jilib ketadigan degan darajada deydi. Qarang, shaytonni nayrangini zaif deyapti Alloh. Insonni makridan tog'lar jilib ketadigan deyapti. Va shuning uchun ham aytayapmiz, payg'ambarlarga dushmanlik qilinganda birinchi o'rinda ins shaytonlarini, keyin jin shaytonlarini zikr qilyapti. Mana bu dalilki demoqchiman. Dinga kurashishda dinga shaytonlardan ko'ra insonlar ko'p zarar beradi. Buni tasdig'ini voqelikka qarasangiz ham ko'rasiz. Tavrot, Injil o'zgartirilganda shaytonlar o'zgartirdi buni. Yo'q, to'g'ri, shaytonlar vasvas qiladi, shaytonlar nayrang qiladi, lekin kim shuni o'zgartirib yozdi? Ins. Yahyo alayhisalomni, Zakariya alayhisalomni shaytonlar o'ldirib ketdimi? Yo'q, ins o'ldirdi. Ibrohim alayhisalomni shaytonlar olovga otdimi? Yo'q, ins olovga otdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shaytonlar quvib chiqardi Makkadan. Yo'q, ins quvib chiqardi. Ana shuning uchun ham Alloh ajalla birinchi o'rinda insni zikr qilyapti. Hozirgi zamonda ham bizning uyimizdan yarim kechasi shaytonlar bosib olib ketyaptimi? Yo'q. Shayton bossa oson, auzubillahi minash shaytonir rojim deymiz, oyatul kursini o'qiymiz, qochib ketadi. Lekin mana eshigimizdan bosib kelayotgan shayton oyatul kursiga auzubillahi minash shaytonir rojimga qarab o'tirmaydi. Muallim sondiga kurashayotganlar bugun shaytonlarmi? Jinlar ya'ni. Yo'q, inslar bular. Telefonlarni kuzatayotganlar bular jin shaytonlarmi? Yo'q, ins shaytonlari bular. Ana shuning uchun aytayapmizki, haligi o'rmonga bolta kirgan paytda aytiladi-ku. O'rmon daraxtlar qarab aytibdi. Qaranglarchi, sopi nimadan uni? Qarashsa sopi o'sha daraxtlarning o'zidan ekan. Keyin aytgan ekan, daraxtlar sopi o'zimizdan ekan, endi bu qiyin degan. Ana shunga o'xshaydi demoqchiman-da. Biz o'zimizdan bo'lgan dushmandan ko'proq qiynalamiz. Ana jin shaytondan bo'lgan dushmandan ko'ra. Ins shaytondan bo'lgan dushmandan ko'proq ozor ko'ramiz. Shuning uchun birinchi o'rinda ins zikr qilingan. Payg'ambarlar dushmanlari deydi. Keyin aytadiki, ala an yatu bi misli hadal Qur'on. Ushbu bu Qur'onni mislini keltirishga ular jamlansalar ham keltira olmaydilar deydi. Bu yerda hozir ushbu Qur'onni mislini keltiringlar deyapti. Butun kitob ya'ni. Ammo keyin Alloh ularga yana imkoniyat bergan. Ya'ni, mayli, rahim qilamiz sizlarga. Sizlarga imkoniyat beramiz. Qur'onni emas, Qur'ondan bitta surani keltiringlarchi degan. Masalan, Yunus surasining 38-oyatida. Fa'tu bi suratin min misli. Qur'onga o'xshagan bitta sura keltiringlarchi degan. Avval butun Qur'onni keltiringlar. Qo'ldan kelmadi. Mayli, endi imkoniyat senga. Yordam qilaman deydi-ku, ya'ni. Imtihon paytlarida o'qituvchilar, ya'ni yordam senga. Bitta sura keltirmaydi. Ya'ni bundan avval o'zi aytishimiz kerak edi. Hud surasining 13-oyati ham bor. Unda Alloh 10 ta sura keltiringlar degan. Bi ashri suwarin misli. Butun Qur'onni keltiringlar deganda 10 taga tushadi birinchi, 10 ta sura keltiringlar deydi. Keyin 10 tadan ham yana pasaytiradi. Yunus surasining 38-oyatida bi suratin bitta sura keltiringlar deydi. Masalan, inna a'toynakal kawsar fasalli robbika wanhar inna shanaka huwal abtar. 3 tagan oyatdan iborat sura qarang. Wal asr innal insana fi khusr sura. Keyin qul huvallohu ahad, idza ja'a nasrulloh. Ana shunga o'xshagan keltiringlarchi degan. Keltira olishmagan. Na Qur'onning o'zini, na unga o'xshagan 10 ta surani, na unga o'xshagan bitta surani keltirish olmagan. Keltirishga harakatlar bo'lgan. Eng birinchi o'rinda harakatlar mana Musaylamatul Kazzobdan boshlangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida yo'q. Rasululloh vafot etganlardan keyin o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan u. O'zicha atbolariga Qur'on tuzgan. Lekin Qur'onimizdan o'g'irlab yozgan. Shaklini, uni balog'atini, ya'ni uni bir nazmini, tartibini. Masalan, Qur'onda al-qori'a mal-qori'a va ma adraka mal-qori'a degan oyatlar bor-ku.
Ana shunga o'xshash ayni shu qolipda she'r tuzgan o'qiring. Ar-rumman va rumman va ma adraka mar-rumman. Anorga qasam, anor nimaligini bilasanmi deb. Bu gaplarni eshitib musulmonlardan avval o'zini oshnalari kulgan. O'zing ham bilasan kazzobligini qo'ysang-chi degan. O'xshamayapti ya'ni. Chunki Qur'onda shunaqa 3 ta oyat aytilsa ham qarang, al-qoriya, mal-qoriya, va ma adraka mal-qoriya. Bir shunday jumboq uslub bilan mavhum bo'lib keladi-da, odamni uyga toldiradi. Qoriya, nima u qoriya? Qoriya nimaligini bilasanmi? Senga nima ham bildirdi u qoriya nimaligini? Deb shunday jumboq bilan vahima bo'lib keladi inson qalbiga ya'ni. 3 ta oyat bo'lsa ham. Ammo bu tuzayotgan shu qolipda tuzayotgan Qur'ondan o'rganib. Oyatlarni qarasangiz, u mantiq yo'q ichida, uni ma'no yo'q. Anor, nima anor? Anor nimaligini bilasanmi? Senga nima ham bildirdi anor nimaligini? Deyapti. Kim bilmaydi anor nimaligini? Nima bir ajab tovur joyi bor? Nima e'jozi bor buni, mo'jizaligi ya'ni. Shunga o'xshash yana uni to'qigan oyatlardan. Fil surasining qolbida o'zicha oyat tuzgan. Al-fil va mal-fil lahu uznun tawil. Fildir. Fil nimaligini bilasanmi? Fil uning uzun quloqlari bor deb oyat tuzgan. Kim bilmaydi fil nimaligini? Fil uzun qulog'i borligini. Tahsilul hosil deydi arab tilida buni. Bir bor narsani gapirish mantiqsiz gaplar ya'ni. Uch quyruq yo'q, ma'lum mantiqsiz narsalar tuzgan. Shuning uchun ham yo'q bo'ldi bu. Tarix axloqxonasiga ketdi Musulmonlar kazzob ham, u tuzgan Qur'oni ham. Shuning uchun ham u Qur'onning mislini keltira olmaydilar deganda, bu siz Qur'onni qolipidan o'g'irlab olib keltirishingiz emas. Qur'onni qolipini o'g'irlamang-da. Qur'ondek boshqa bir narsa tuzingchi. Inson bir narsani qilar, o'g'irlab qiladi. O'g'irlamay qiling. Boshqacha xuddi Qur'ondek fasohatda, Qur'ondek balog'atda. Shunaqa narsa tuzingchi, tuzolmaydi. Endi nima jihatdan Qur'ondek mislini keltirish olmaydi? Mana bu narsaga ham to'xtalishimiz kerak. Birinchi o'rinda lafzi. Qur'onni lafzidek inson eshitgan paytda insonga bir madad beradigan, odamning qalbini xotirjam qiladigan, hatto kofirlar eshitgan paytda yig'laveradi, o'zi ham bilmaydi nimaga yig'layotganligini. Ana shunaqangi bir kitob tuzolmaydi. Yahudiylarda o'qiyotgan Tavrotini qarang. Nasoralar o'qiyotgan Injilini qarang. Haligi operada hangrayotgan qo'shiqchi bor-ku, ana shuni eshitganday bo'lasiz. Uni ichidagi Allohning kalomi bor to'g'ri, lekin o'zgartirib yuborganda ular uni. Uni haqoratlamayapmiz biz. Lekin ana shu operadan farqi yo'q ular baqirishligini. Hech qanaqa ohangida bir ta'sir kuchi yo'q. Qur'onning ohangini o'zida ta'sir kuchi bor. Uni bilmagan lug'atini, ma'nosini tushunmagan odam ham ohangidan ta'sirlanadi. Endi uni arab tilini bilgan odamga Qur'onning ichidagi balog'alar, fasohat ilmlari, nazm ilmlari, uni arab tilini bilgan odam tushunadi. Bu kofirlar yaxshi bilardi arab tilini. Ana shuning uchun ularga shunaqangi nazm, Qur'onning tartibi, balog'ati, fasohati chaqirilyapti ana shunaqangi uslubda tuzishlikka. Ikkinchisi Qur'onning misligini keltirish olmaydi deganda ma'nolari jihatdan ham. Mana qarang, tafsir darslarini o'tyapmiz. Bitta oyatni soatlab sharhlashga to'g'ri keladi ba'zan. Ya'ni shu odamlar endi zerikmasin, eshita olmaydi deb imkon qadar qisqartirasiz. Lekin sharhlasangiz tugamaydi, gap ketaveradi. Ana uni Musulmonlar kazzobda ar-rumman va mar-rumman deganda nima ma'no sharhlanadi undan? Hech qanaqangi bir mantiq ichidan hikmatlar qaynab chiqmaydi hech qanaqa. Qur'onni ichidan qarasangiz hamma ilm chiqib kelaveradi. O'tmishni xabari ham bor. Hozirimizda qilishimiz kerak bo'lgan ishlar ham bor. Kelajakda qilinadigan ishlar ham bor. Bir o'rinlarda Qur'on osmondan gapiradi. Uni sharhlasangiz astronomiya deb o'ylaysiz. O'qilinayotgan darsda ya'ni. Bir o'rinlarda kimyodan gapiradi. Bir o'rinlarda siyosatdan gapiriladi. Siyosatni sharhlab ketishingiz kerak uni shekilli. Bir o'rinlarda jannat do'zaxdan gapiriladi. Va hokazo hamma sohada Qur'on ma'nolari jamlangan. Qur'on ma'nolarida jamlangan hamma soha. Bugun maktabga kirganingizda, universitetga, institutga kirganingizda qarasangiz, fanlar bo'lib tashlangan. Ona tili, adabiyot, matematika, fizika, ximiya va hokazo. Qur'onda hamma ilm jamlangan. Ana shu ilmiy i'jozligi Qur'on deyiladi. Va endi bundan ham qizig'i Qur'onni mo'jizalar amalga oshishligi Qur'onda aytilgan bashoratlar. Sanurihim ayatina fil afaq va fi anfusihim oyatida aytdik-ku. Borliqda ham, nafsda ham mo'jizalarimizni ko'rsataveramiz degan. Qanaqa kitob bor yer yuzida bundan 1000 yil, 2000 yil o'tib kelajakda bo'ladigan narsalarni bashorat bergan? Odamlar hozir aytadiki, nisbiylik nazariyasini Einstein kashf qilgan deydi. Einstein aslida o'g'irlagan, kashf qilmagan. Nisbiylik nazariyasi nima? Vaqt nisbiyligi. Zamon va makon tushunchasi bir-biriga bog'liqligi. Vaqt nisbiyligiga Qur'onda o'nlab oyatlar bor. Masalan, inna yawman 'inda robbik ka alfi sana mimma ta'uddun.
Robbini huzuridagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilga teng degan. Vaqt nisbiymikan? Bizga nisbatan 1000 yil o'tib ketgan. Ularga nisbatanchi, Alloh huzuridagilarga nisbatan bir kun ham o'tgan yo'q. Ashobul Kahf qissasida aytib berdik buni. Ular bir kun turdik, yarim kun turdik deb o'ylagan va shakl shamoillari ham xuddi shunday, bir kun yarim kun turgandek bo'lib turganlar. Hech o'zgarib, qarib, chirib ketishmagan yoki soqollari o'sib, ularga nisbatan bir kun yarim kun o'tdi. Holbuki g'ordan tashqaridagi odamlarga nisbatan 300 yil o'tib ketgandi. Qur'onda o'nlab o'rinlarda nisbiylik nazariyasi aytilgan. Endi uni odamlar ko'rmasa nima qilaylik? Ko'rishni istamasa, tushunishni istamasa. Odamlar shu ekan, illoki kelib keyin uni kofir kashf qilish kerak. Keyin men kashf qildim deb chiqadi, keyin hamma uni boshiga ko'taradi, bu tarix yo'nalishini o'zgartirib yuboradi. Nisbiylik nazariyasini kashf qildi deydi. To'g'ri, masalan, matematik hisob kitoblar bilan, bir nimalar bilan endi u odam shuni gapirib bergandir. Lekin shuni asosi qayerda aytilgandi birinchi o'rinda? Qur'onda aytilgan. Odamlar aytadi-ku, sizlar nimaga doim bir narsani kashf qilgandan keyin Qur'onda bor chiqasizlar deydi. Kashf qilishdan avval ham Qur'onda bor aytilgan mana. Odamlar uni ko'rmasa nima qilish kerak endi? Maqsad aytmoqchimanki, Qur'onning ilmiy mo'jizalari buni har tafsir darslarida gapirib kelyapmiz. Koinotdagi qancha jismlar gapirilgan, yerdagi qancha voqealar gapirilgan. Bu e'joz. Hech kim mana shunaqangi kitob tuza olmaydi. Kelajakdagi voqealar bashorat berilgan. Bugun odamlar internet tarmoqlarida ko'rasiz, Vanga degan haligi ko'zko'r bir kampir bashoratchini hamma qiziqib tomosha qiladi, shuni gaplarini o'qiydi, eshitadi. Endi uni minglagan bashoratlari, folbinliklardan ba'zilari to'g'ri chiqib qolgan ekanda haqiqatan. Endi Qur'onning bashoratlari hammasi to'g'ri chiqyapti. Odamlar bunga qiziqmaydi. Qur'onni ba'zan raqamda mo'jizalari ham bor. Ya'ni oyatlarda raqamlari, suralarda raqamlari bir-biriga qo'shilib, undan ko'p foydalar ham chiqadi. Bu ham alohida bir ilm. Faqat bu narsa g'ulu ketilmaydi. Ya'ni masalan ba'zi odamlar bor, Qur'onda qiyomat haqidagi oyatlarni raqamlarini yig'ib chiqib, abjad hisoblarini to'qib, keyin qiyomat yilini kashf qilib chiqadi. Biz bunaqa narsaga hech qachon buyurilmaganmiz va balki bu mumkin emas. Qiyomatning qachonligi Rasulullohga ham bildirilmagan. Faqat Allohning huzurida deyilgan. Bunda g'ulu ketmaslik kerak, ya'ni raqam ilmida. Ammo bor. I'joz raqamiy Qur'on raqamlari bilan mo'jizaligi bor narsa bu. Uchinchi ma'nosi Qur'onning mislakasini keltirib bo'lmasligi, insoniyat hayotini boshqarishlik manhajida Qur'ondaqa manhaj keltirib bo'lmaydi. Odamlar o'ylab chiqqan qonunlar o'tgan yilgi qonun bu yilga to'g'ri kelmay qoladi. Va bu davlatda ishlagan qonun narigi davlatga to'g'ri kelmaydi. Zamonga ham, makonga ham, hamma vaqtga, hamma zamon makonga tushirmaydi odamlar ishlab chiqargan qonun manhajlar. Iqtisodiy tizimlarga qarasangiz mana, sotsializm, kapitalizm va hokazo. Feodalizm degan narsalar. Ammo Qur'onning manhaji, Qur'on olib kelgan iqtisod, Qur'on olib kelingan siyosat hamma zamon va makonga tushadi. 6-asrdagi narsa hozirga tushmaydi degan odam uni farosat yetmayotgan bo'ladi, uni hozirga tushirishlikka. Endi to'rtinchi bir ma'no bor yana shunda. Qur'onning mislakasini keltira olmaydilar deganda, to'rtinchi bir tafsir. U umuman noto'g'ri, buni ogohlantirish uchun aytib qo'yamiz. Ba'zilar aytganki, Qur'onning mislakasini keltira olmaydilar deganda, keltiraman desa ham keltira olmaydigan qilib qo'yamiz degan Alloh shu yerda. Imkon bermaymiz keltirishligiga deb tafsir qilgan ba'zilar. Lekin bu tafsir noto'g'ri. Chunki bu xuddiki qo'rqqanday bo'lib qoladi ulardan, bir odam qilib qo'ymasin deb uni keyin oldini olish. Alloh azza jalla va la yaxofu uqbaha, ishning oqibatidan qo'rqmaydi. Mana shunaqa qilib chaqirdimi Alloh, "Ha men keldim." Endi bundan qo'rqib ketib, keyin odamlar quloyog'ini bog'lab tilini bo'ylab qo'ymaydi Alloh. Keltira olmaydi degani. Keltirishga imkon bermaymiz emas, keltira olmaydi. Alloh qo'yib bersa ham bor imkoniyatlarni keltira olmaydi. Chunki qayerdan odamning kalomi bilan Allohning kalomi teng bo'ladi? Qarang, Allohning kalomi bilan odamning kalomini taqqoslashni qo'ying. Hadis bilan shug'ullanib yurgan ulamolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kalomini sahobalarning kalomidan ajratib biladi. Sahobalarnikining tobiinnikidan ajratib bilishadi. Tobiinnikining undan keyin kelganlardan. Shunday qarashda yo'q, hadisni o'zi sanadini aytmasizdan turib muhaddislar payg'ambarimiz kalomi bilan shug'ullanib yurgan. U Rasulullohning gapimi, sahobalarnikimi, tobiinnikimi, taba tobiinnikimi yoki o'z zamonasidagi bitta odamning gapimi ajratib bera olgan. Endi insonni kalomini, insonni darajasiga qarab bir-biridan shunday farqi bo'lar ekan. Hech kim payg'ambarimizga gapira olmaydi. Qanday qilib odam zotning gapi endi Allohning gapiga, kalomiga to'g'ri keladi, unga teng bo'ladi. Shuning uchun hech qachon uni mislini keltira olmaydilar, deyapti. Keyin aytadi, mana la ya'tuna bimisli, uni mislini keltira olmaydilar, walau kana ba'duhum li ba'din zohira. Agarchi ular ba'zilariga zahir bo'lsa ham. Zahir zohir so'zdan olingan, orqaga suyanchiq degani. Ya'ni urushlarda bilamiz-ku, dushman o'rab olsa nima qiladi askarlar? Hammasi bir-birini orqasini suyadi-da, keyin yelkama-yelka turib urushlanadi. Alloh mana shuni aytayapti. Ba'zingga shuni yelkalaringni tira. Hammang bir-biringga tirgay bo'l.
Orqangda turib bir-biringni, hay barakalla qil, hammang bir-biringga baribir keltira olmaysan deyapti.